Xo'p, qaranglar. Endi sizlar bilan manfiy darajalarni ishlashni o'rganamiz. Misol uchun, A darajasida minus n turibdi. Darajadagi minusni soni yo'qotish uchun doim 1 taqsim A ni n deb yozib olamiz. Tushundinglar? Xo'p, agar kasr bo'lib qolsa-chi? Kasr bo'lib qolsa shunchaki joyni almashtirib qo'yasizlar. Tushundinglar? Ya'ni joyni almashtirib qo'ysam, B taqsim A darajasida nima bo'lib qoladi? Savol bormi? Tamam, misolga qaraydigan bo'lsak, birinchisi qarang. To'g'ri minus 3-chisimi? Hop, hisoblaymiz bo'lyapti. Nima qilar ekanmiz? 1 taqsim to'g'rining nechinchisi bo'ladi? Kubi. Bu teng bo'ladi. To'g'ri kubi degan 3 ta to'g'ri bir-biriga ko'paytiramiz, to'g'rimi? 4 kira 4 16, 16 kira 4 64. Savollar bormi? Hop, bunisida joyni nima qilamiz? Almashtiramiz. 3 taqsim nechi bo'ladi? 3 ning kvadrati, to'g'rimi? 2 ning kvadrati nimaga teng? 4 ga 3 kvadrati 9. Tushunarli? Hop, keyingisida qaranglar. Ildiz yo'qotish uchun ichkaridagi sonni yozib olaman, birinchi A. Ichkaridagi darajani tashqarisiga bo'lamiz, ya'ni m ni bo'lamiz. Endi kimlargadir o'tganlar, kimlargadir yo'q hali. Tushundinglar? Bu yerda endi ildiz yo'qotish uchun 8 ni 4 ga nima qilar ekanmiz? Bo'lamizmi? Teng bo'ladi. 7 ni ikkinchisiga yoki qilib 9. Tushunarli? Savollar bormi? Hop, mana esda olaylik. Asoslari bir xil bo'lsa, ko'paytirishda darajalar nima qilinadi? Ha, bo'lish bo'lsa-chi? Darajani darajaga oshirganda nima qiladi? Ko'paygancha bo'lib qoladi? Hozir tushundingizmi? Savollar bormi? Hop, misollarni ko'radigan bo'lsak. Hop, birinchisi to'xtalamiz. Ifodani natural ko'rsatkichli daraja shaklida tasvirlanadi. Ya'ni hisoblang demayapti, darajasini hisoblab bersak bo'ladi. Asoslari bir xilmi? Ko'paytirishda darajalar nima qilinadi? 2 ga 15 qo'shsam 17 bo'ladimi? 7 taqsim 13. To'g'ri, mana bu yerda bo'lish turibdi, to'g'rimi? Asoslari bir xilmi? Darajalar bir-biridan nima qilinadi? 17 dan 13 ayiradigan bo'lsa, 7 ni 4. Bo'ldi, shuni qoldiramiz. Hisoblang demayapti buni. Daraja ko'rinishida yozib beriladi. Tushundinglar? Hop, bu yoqda qarang. Mana bular asoslari bir xilmi? Qo'shib olsam bo'ladimi ikkalasini? 2 ga 8 qo'shsam A'ni 10-si. B'ni 3-inchisi turib turasan. Aslida qisqartirsak bo'lar ekan mana. B'ning nimasi? Kvadrat. Hop, tepada 10 bo'ladi. Asoslar bir xil. Bo'lish turganda darajalar bir-biridan nima qilardik? Demak, bu ketadi, tepada nechi qoladi? A'ni o'zi. Bu ham ketadimi? Javob nima qoldi? Azlik tushundingizmi? Qadrlachi. Hop, 4 minus 3-inchisi. Mana misolda o'zi yozibman. Bo'pti. Qanday hisoblayotganimiz demak, 1 taqsim 4 ning nechinchisi bo'lyapti? 3-inchisi. Shartida hisoblangan. Bu teng bo'ladi 1 taqsim nechiga? 64 ga. Hop, kasr kelib qoldi. Joyni nima qilamiz? 2 taqsim 1 ning 4-inchisi bo'lib qoladimi? 2 ni 1 ga bo'lsam, oddiygina 2 ni 4-inchisi. Bu nechiga teng bo'lardi? 16 ga. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Hop, bu yerda o'rni nima qilamiz? 11 taqsim 9 ning minus, to'g'ri, 11 taqsim 9 ning nimasi bo'lib qoladi? Daraja juft bo'lsa, minus nimaga ham ketardi? Plusga. 11 kvadrati 121, 9 kvadrati 80. Tushundinglar? Hop, buni nima qilamiz? 0.5 degani 5 taqsim nechi bo'ladi? 1 taqsim desanglar chiqadi, faqat qiynalib qolasiz. Hop. Minus darajani qo'shishni o'rnini almashtiramizmi? 10 taqsim 5 ning nechinchisi bo'lib qoladi? 5-inchisimi? Birinchi yo'li 10 ni 5-inchisi taqsim 5 ning 5-inchisi bo'ladimi? Hisoblasak bo'ladimi? Qiyin bo'lib qoladi. 10 ni 5 ga bo'lib nechi bo'ladi? 0.5 turgan yaxshi. 0.5 bilan hisoblamaysizlar. 32. Naturchun qolsin. 1 taqsim 2 topib ketib qolibdi. O'sha minus almashtirib olsak 2 ni 5-inchisi. Yo'q, Mirzo, buni siz bilasiz 1 taqsim 2 ni. Qoldirchi. Shuni aytasizmi? Yani 0.5 Taqsim 2 ga olsa Farqi yo'q, bir xil chiqadi. 5 taqsim 10 qisqartirsiz 1 taqsim 2, to'g'rimi? Yana shunaqa qilasiz, javob. Ha, 2 5-inchisi chiqadi. Misol juda ham oson demoqchiman, bilasiz, qarang. Hop, men minusga tegmay turaman. To'g'rimi? Eshittiringlar. Men minusga tegmay turaman. Mana bu minus 1 ni yo'qotish uchun nima deb yozib olamiz? 1 taqsim minus 17 ning birinchisi bo'ladimi? To'g'rimi? Barobar. Minus 17 ning birinchisi bari minus 17 chiqadimi?
oldida ikkita minus nima bo'lib ketadi? Javob bir taqsim necha bo'lar ekan? 17. Mana tushundingizmi? Savol bormi? Javobida o'zgarmaga, shuni aylantirganingiz bo'yicha qolib ketaveradi. Masalan, Minusga minus ko'paytirish. Endi sizlarga mana bunaqa yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Misol uchun mana shu narsani 17 ning minus 1-si yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Oldiga chiqarsa. Tushundinglar? Lekin nima ham sразу ketmaydi. Masalan, skobkada minus turibdi, tashqarida ham minus turibdi. Ikkalasi plus bo'lib ketdi. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Mana ikkita minus plus qilolmaymiz. Yo'q. Bu boshqa narsa. Mana bumi? Ishonishiga ta'sir Mana bu yerda minus 1 turibdi-ku, 1 turganda qilsa bo'lardi. Lekin minus 1 da bir taqsim yozgan paytimiz o'zgaradi. Tushundingizmi? Savol keyingi ko'taring. Birinchi darajasi. Azizbek, savolingiz bormi? So'rang. Nechi? Oxirida. Mana bumi? Ha, qaranglar. Variantda mabodo mana bu javob berilmagan bo'lsa, bunisi berilgan, to'g'rimi? Xo'p, buni men hozir agar minus 1 yo'qotmoqchi bo'lsam qanday yozaman? 1 bo'lingan 17 mi? Ikkalasi bir-biriga tengmi? Xuddi mana bu. To'g'ri minus 1-si degani bu 1 taqsim 4 degani. Yoki 1 taqsim 4 degani 4 ning minus nechinchisi bo'ladi? 1-si. Tushundingizmi? Xo'p, 7 da aytibdi, hisoblang. Boshi juda ham oson. Xo'p, qaranglar. Asoslari bir xilmi? Mana bu yerda necha bo'ladi? Xo'p, ko'paytirishda asoslar bir xil bo'lsa, darajalar bir-biriga nima qilardi? Minus 1 taqsim 5 ning 1 plus minus 4-inchisi bo'lib qoladimi? Nechi bo'ladi? Minus 3 mi? Xo'p, darajada manfiy son yo'qotish uchun kasr nima qilamiz? Almashtiramiz. Minus 5 ning 3-inchisi bo'lib qoladimi? Bo'lmaydi. Minus 125. Darajasi 90 bo'lsa, doim minus nima qilardi? Qolardi. Xo'p, bunisida asoslar bir xilmi? 2 taqsim 13 yozib olaman. Darajalar bir-biridan nima qilinadi? To'g'rimi? 2 ta minus nima bo'lib ketadi? 12 ga 10 ni qo'shsak, buni hisoblaymiz degan, lekin buni qanday hisoblaymiz degan. Katta son bo'lib ketadi-chi? Shu 22-si taqsim 13. Mana javob o'zi bo'lsa kerak. Shunda qoldiramiz demoqchiman-da buni. Tushunarli? Kalkulyatorga qo'yib hisoblab bermaydi, tamam. Xo'p, 8 da darajaga oshiring debdi. Qarang. Darajaga oshirishda nima qilardik doim? ko'paytiramiz. Xo'p, minus 2 ni minus 4 ga xuddi mana bu narsada. Mana qarang. 8 bir. To'g'ri kvadrat turgan bo'lsa, to'g'ri 2 ga nima qilardik? Ko'paytirarmidik? To'g'ri kira 2 nechi bo'ladi? 8. Bu yoqda xuddi shu sonlar faqat minusli songa kelyapti. Minus 2 ni minus 4 ga ko'paytirsak, b ni 8-inchisi kelib chiqadi. Savol bormi? Xo'p, bu yoqda son kelib qoldi. Mana 2 ni birinchisi bo'larmidi? 1 ni minus 6 ga ko'paytirsam, 2 ni nechinchisi bo'lib qoladi? Minus 6-inchisi. 2 ni minus 6 ga ko'paytirsam, minus 12. Tushunarli? Ne, birga ko'paytirib chiqamiz. Chunki qarang. O'sha 2x qo'lsa kvadrat turgan bo'lsa, bu yoqda nima bo'ladi? Kubi deylik. 2 ning kubi x ning kubi deb yozarmidik? Mana bu nechi bo'lardi? 1 mi? 1 ga 3 ko'paytirdim 3. Mana bu yerda ham 1 bor, 1 ga 3 ko'paytirdim 3. Hatto tushundingizmi? Bu yerda ham xuddi shu qoida ishlayapti. 1 ni minus 6 ga ko'paytiraman. 2 ni minus 2, minus 6 ga. Tushunarli? Xo'p, mana bu narsa turaversin. Qaranglar. Soddalashtiraylik. Darajadagi minus yo'qotish uchun nima deb yoziladi? 1 taqsim 2 ning nechinchisi? To'g'rimi? Buni yo'qotish uchun 1 taqsim a ning nechinchisi? 1 ga 1 ko'paytirsam 1, 2 ning 6-inchisi necha degan edi? 2 kira 2 4, 64 mi? 64 a ning nechinchisi bo'lib qoladi? 12-inchisi. Savol bormi? Azizbek. Qaytaraman. Xo'p, 2 ni minus 6-inchisi degan 1 taqsim 2 ning 6-inchisi bo'lib qoldi. Ko'paygan. A ni minus 12-inchisi degan 1 taqsim a ning nechinchisi ekan? 12-inchisi. Barobar. 1 ga 1 ko'paytirsam 1 mi? 2 ning 6-inchisi degani 6 ta 2 ni ko'paytirish kerak bir-biriga. 64 chiqadi. 64 bunga ko'paytirsak 64.